Xohlasalarning pagrushida ichida aylanib yuringlar. Xohlasalarning kamasimi, zilmi olib kirib bemalol yukingizni yuklab chiqib keting. Hech qanaqa to'sin sizga o'rtadagi stolga zarar qilmaydi. Qo'qondagi do'stlar eng katta albastor ishlab chiqaradigan zavodda 6000 tonna albastorga ishlab chiqaradigan zavodga do'stlar sklad qurib berishdi andijonlik usta akalarimiz. Endi qaranglar do'stlar, eni 17 metr, o'rtada ustuni yo'q. Uzunligi bo'ladigan bo'lsa 30 metrga qilib berishgan bo'ladi. Eng zo'r tarafi 15 kunda bitirib berishdi. Hatto noldan ko'tarishgan ekan do'stlar. Ustunini do'stlar shuni o'zlari ko'tarib tomni yopishgan. Mana ularni do'stlar o'zlari zavoddagilar perigarodga qilib olgan ekan. Quruq joyga ham bino ko'tarib berishaveradi. Narxi 200 mingdan 350 minggacha O'zbekiston bo'ylab. Narxi ichiga xomashi yo'q. Do'stlar, konteyner mahsuloti, usta haqqisi, svarkasi, balkakasi, xullas hamma yo'q. Joyda egasi pulni sanabda bo'libdi. Mana shu akamiz ham do'stlar zavod egasi ekan, ish boshqaruvchisi. Aka, faqat pulini sanab berganmiz, qolgan hamma yo'qni o'zlari olib kelib ketishgan deyapti. Siz ham do'stlar, orqa ovoragarchiligingiz sklad qurdirmoqchimisiz? Teplitsami, uyingizni tomimi? Xullas, tom, metal mahsulotidan nima qurish kerak bo'lsa, lipoyini qilib berishadi. Pastda nomer bor, aloqaga chiqaverasiz.